Bugungi mavzu juda muhim. Qoidalar o'zgaryapti, tekshiruvlar kuchaymoqda. Ko'p narsalar endi og'zaki kelishuv yoki keyin to'g'rilab qo'yaman bilan o'tmaydi. Agar sizning hujjatlaringizda, soliq ma'lumotlaringizda, kadastrda, jarimalarda, kommunal hisoblarda yoki bankdagi ma'lumotlaringizda xatolik bo'lsa, bu ertaga kredit olishda, subsidiya rasmiylashtirishda, pensiya yoki nafaqa olishda, uy joy sotishda, hatto chetga chiqishda muammo bo'lib chiqishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgaryapti? Kimlar albatta xavotir olish kerak? Kimlarda muammo bo'lmasligi mumkin? Qaysi nozik joylarga e'tibor berish kerak? Va eng muhimi, bugunoq nimalarni tekshirib qo'yish kerak? Bu ma'lumot deyarli har bir oilaga tegishli. Shuning uchun hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta kichik xato odamga katta xarajat, asab va vaqt yo'qotish olib kelishi mumkin. Oldin ko'p masalalar alohida yurardi. Masalan, soliqning o'z bazasi, kadastrning o'z bazasi, bankning o'z tekshiruv tartibi, MIBning o'z ro'yxati, kommunal xizmatlarning o'z hisob kitobi bo'lardi. Odam bir joyda qarzi borligini bilmasligi, boshqa joyda esa bemalol ishini bitirishi mumkin edi. Hujjatdagi ismda bitta harf xato bo'lsa ham, ba'zan bu uzoq vaqt bilinmay yurardi. Uy kadastrda bir xil, pasportdagi manzil boshqa xil, soliqdagi ma'lumot 3-xil bo'lish ham ko'p uchardi. Endi esa vaziyat bosqichma-bosqich o'zgaryapti. Davlat xizmatlari, soliq organlari, banklar, notariuslar, kadastr, pensiya tizimi, jarimalar, aliment, ijro hujjatlari va boshqa ko'plab ma'lumotlar raqamli tizimlar orqali bir-biriga bog'lanmoqda. Ya'ni siz biror xizmat olmoqchi bo'lsangiz, tizim avtomatik tarzda tekshiradi. Sizda soliq qarzi bormi? Jarima bormi? Ijro ishi ochilganmi? Mulkingiz rasmiylashtirilganmi? Daromadingiz ko'rinadimi? Pasport ma'lumotlaringiz to'g'rimi? Bankdagi ma'lumotlar hujjatlaringiz bilan mos keladimi? Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Odam kamroq yuguradi. Ko'p ma'lumot avtomatik chiqadi. Navbatlar kamayadi. Lekin boshqa tomoni ham bor. Agar bazada xato ma'lumot turgan bo'lsa, tizim sizga yo'q deb javob berishi mumkin. Masalan, siz qarzingiz yo'q deb o'ylaysiz, lekin eski jarima tizimda turibdi. Yoki siz uyingizni o'zimniki deb yuribsiz, lekin kadastrda hali boshqa egasi ko'rsatilgan. Yoki siz ish tajim to'liq deb o'ylaysiz, lekin ayrim yillaringiz pensiya jamg'armasi ma'lumotlarida ko'rinmaydi. Muammo aynan shunda. Endi ko'p narsa odamning gapiga emas, bazadagi yozuvga qarab hal bo'ladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kimlar xavotir olish kerak? Kimlar tinchroq bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda shaxsiy hujjatlar, pasport yoki ID kartasi, JSSH, tug'ilganlik, nikoh, ajrim, farzandlar haqidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Amaliyotda men ko'p uchrataman. Odamning pasportida familiya Karimov, eski hujjatda Karimova qolib ketgan. Nikohdan keyin familiya almashgan. Lekin bankda eski familiya turibdi. Bir qaraganda mayda narsa, lekin subsidiya, kredit, notarial bitim, meros, aliment yoki pensiya masalasida shu mayda xato katta to'siqqa aylanadi. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasini o'zgartirgan. Bankdagi kredit tarixi eski familiyada. Soliqdagi ma'lumot yangi familiyada, kadastrdagi ulush esa otasining familiyasi bilan rasmiylashtirilgan. U ipoteka olishga borganda tizim daromadini, oilaviy holatini va mulkini moslashtira olmaydi. Bank qo'shimcha hujjat so'raydi, jarayon cho'ziladi. Natijada u bank bermayapti deb o'ylaydi. Aslida muammo ma'lumotlar mos kelmaganida. Ikkinchi muhim yo'nalish soliq va rasmiy daromadlar. Bugun ko'p xizmatlarda sizning rasmiy daromadingizga qaraladi. Ipoteka, subsidiya, kredit, bolalar nafaqasi, ayrim kompensatsiyalar. Hatto tadbirkorlikdagi ayrim imtiyozlar uchun tizim daromadni tekshiradi. Agar siz real hayotda oyiga 6 million so'm topsangiz, lekin rasmiy hisobda 50 million so'm ko'rinsa, tizim sizni kam daromadli yoki barqaror daromadsiz deb baholashi mumkin. Aksincha, sizning nomingizda faoliyati yopilmagan yakka tartibdagi tadbirkorlik, eski aylanma yoki noto'g'ri hisobot tursa, siz yordamga muhtoj emas deb ko'rishingiz mumkin. Oddiy misol, bir kishi 2020 yilda kichik savdo uchun ITT ochgan, keyin faoliyatini to'xtatgan, lekin rasmiy yopmagan. U 2025 yilda farzandi uchun nafaqa olishga murojaat qiladi. Tizim uning nomida tadbirkorlik borligini ko'radi. Odam men ishlamayman, savdo qilmayman deydi, lekin bazada faoliyat ochiq. Natijada ariza rad etilishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Shuning uchun eski ITT MCJdagi ulush, ijara shartnomasi, soliq qarzi, bularning hammasini tekshirish kerak. Uchinchi yo'nalish jarimalar va ijro hujjatlari.
Ko'pchilik jarimani keyin to'layman deb yuradi. Ba'zilar esa jarima yozilganini umuman bilmaydi. Masalan, yo'l harakati qoidabuzarligi, sud qarori bo'yicha qarzdorlik, aliment, kredit bo'yicha ijro ishi, kommunal qarz yoki boshqa majburiyatlar MIBga o'tgan bo'lishi mumkin. Avval odam buni faqat katta ishda sezardi. Hozir esa ko'p holatda bank kartasiga cheklov, mulk sotishda to'siq, avtomobilni rasmiylashtirishda muammo, chetga chiqishda cheklov kabi oqibatlar bo'lishi mumkin. Hayotiy misol, odam mashinasini sotmoqchi. Xaridor topildi, narx kelishildi, hammasi tayyor. Notariusga borishganda avtomobilga taqiq borligi chiqadi. Sababi 2 yil oldingi dati 1000 so'mlik jarima MIBga o'tgan. Ustiga ijro yig'imi qo'shilgan. Sotuvchi jarimani shu kuni to'laydi. Lekin taqiq darhol yechilmasligi mumkin. Tizim yangilanishi vaqt oladi. Xaridor kutmaydi, bitim buziladi. Mana bitta e'tiborsizlik qancha zarar keltiradi. 4-yo'nalish kadastr va ko'chmas mulk. Bu eng og'riqli masalalardan biri. Ko'p odam uyda yashaydi, lekin hujjatni to'liq tekshirmaydi. Uy kimning nomida? Yer maydoni necha sotib ko'rsatilgan? Qo'shimcha qurilgan xona rasmiy kiritilganmi? Meros bo'yicha ulushlar ajratilganmi? Uyda yashayotgan odam bilan egasi bir xilmi? Agar bu savollarga aniq javob bo'lmasa, muammo bor. Masalan, ota-onadan qolgan uyda 3 aka-uka yashagan. Og'zaki kelishuv bo'yicha uy kenja o'g'ilga tegishli. Lekin kadastrda hali marhum otaning nomida. Bir kuni kenja o'g'il uyni garovga qo'yib kredit olmoqchi bo'ladi. Bank kadastrini so'raydi, meros rasmiylashtirilmaganini ko'radi va rad etadi. Yoki uy sotiladigan paytda boshqa merosxo'r ham ulush talab qiladi. Oila ichidagi gap boshqa, rasmiy hujjat boshqa. Endi tizim aynan rasmiy hujjatga qaraydi. 5-yo'nalish kommunal to'lovlar va shartnomalar, elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik bo'yicha hisoblar egasining nomi to'g'rimi? Qarz yo'qmi? Hisoblagich ko'rsatkichlari mosmi? Shartnoma eski egada qolmaganmi? Bularni ham tekshirish kerak. Ko'p uylar sotilgan, lekin kommunal shartnoma eski egada qolgan. Keyin yangi egasi to'lab yuradi, ammo qarz yoki ortiqcha hisob eski nomda turadi. Nizo chiqqanda isbotlash qiyinlashadi. Misol uchun, xonadon sotib olgan odam elektrni ishlatadi. Har oy mobil ilova orqali to'laydi. Lekin shartnoma avvalgi egasining nomida. Bir necha yil o'tib hisobda chalkashlik chiqadi, eski qarz, penya yoki hisoblagich farqi paydo bo'ladi. Yangi egasi men to'laganman deydi, ammo tizimda iste'molchi boshqa shaxs. Shuning uchun mulk sotib olingandan keyin kommunal xizmatlarni ham o'z nomingizga o'tkazish juda muhim. Kimlar albatta xavotir olishi kerak? Birinchidan, oxirgi yillarda pasport, familiya, manzil, nikoh holati o'zgarganlar. Ikkinchidan, uy-joy, mashina, yer sotib olgan yoki sotmoqchi bo'lganlar. Uchinchidan, subsidiya, kredit, ipoteka, nafaqa, pensiya, meros yoki aliment masalasi bilan shug'ullanayotganlar. To'rtinchidan, oldin ATT ochgan, MCH'da ulushi bo'lgan, lekin hozir faoliyat yuritmayotganlar. Beshinchidan, jarima va qarzlarni keyin ko'ramiz deb yurganlar. Kimlar nisbatan tinchroq bo'lishi mumkin? Agar sizda barcha hujjatlar yangilangan, ID karta ma'lumotlari to'g'ri, mulk kadastrida o'z nomingizda, soliq qarzingiz yo'q, jarimalar to'langan, kommunal hisoblar o'z nomingizda, bank va davlat xizmatlari profilidagi telefon raqamingiz faol bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda jiddiy muammo bo'lmaydi. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki xatolar ko'pincha odam kutmagan joydan chiqadi. Birinchi nozik jihati, men to'laganman degan gap har doim yetarli emas. To'lov chekini saqlash kerak. Elektron to'lov bo'lsa, ilovadan kvittansiyani yuklab olish, screenshot qilish, imkon bo'lsa PDF shaklida saqlab qo'yish kerak. Chunki tizimlar yangilanganda, eski to'lovlar noto'g'ri tushganda yoki hisob raqam adashganda aynan chek sizni himoya qiladi. Ikkinchi nozik jihat, eski qarz yopilgan bo'lsa ham cheklov avtomatik yechilmasligi mumkin. Masalan, MIBdagi qarzni to'ladingiz. Siz bo'ldi, hammasi tugadi deb o'ylaysiz. Lekin ijro ishi yopilgani, taqiq yechilgani. Bank blokirovkasi olib tashlangani alohida jarayon bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'lovdan keyin ijrochi bilan bog'lanib, ish yopilgani haqida ma'lumot oling. Zarur bo'lsa yozma ariza bering. Uchinchi nozik jihat, manzil va ro'yxatda turish masalasi. Ko'pchilik real yashayotgan joy boshqa, ro'yxatda turgan joy boshqa bo'ladi. Ba'zi xizmatlarda bu muammo qilmasligi mumkin. Lekin ayrim nafaqa, mahalla xulosasi subsidiya, maktab, bog'cha, tibbiy xizmat, saylov uchastkasi yoki kredit tekshiruvida manzil muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa oilaviy tarkib aniqlanadigan holatlarda bir manzilda kimlar ro'yxatda turgani katta ahamiyatga ega. Masalan, ayol bolalar nafaqasiga murojaat qiladi. U amalda 2 farzandi bilan alohida yashaydi.
Lekin ro'yxatda ota-onasi, aka-ukalari bilan bir uyda turadi. Tizim yoki tekshiruvchi umumiy oila tarkibini boshqacha baholashi mumkin. Natijada daromad hisoblashda chalkashlik paydo bo'ladi. Shuning uchun manzil masalasiga beparvo bo'lmaslik kerak. 4. Nozik jihat, mulk sizniki bo'lsa ham, undagi qo'shimcha qurilishlar rasmiy bo'lmasligi mumkin. Hovliga yana bir xona, oshxona, garaj, 2-qavat qurilgan, lekin kadastrga kiritilmagan. Oddiy yashashda bu bilinmaydi. Lekin sotish, garovga qo'yish, meros qilish, sug'urta yoki tekshiruvda muammo chiqadi. Ba'zan qo'shimcha qurilish qonuniylashtirilmagani uchun hujjatni yangilash kerak bo'ladi. 5. Nozik jihat, bankdagi telefon raqam va shaxsiy ma'lumotlar. Bugun ko'p tasdiqlar SMS orqali keladi. Agar bankdagi raqam eski bo'lsa, davlat xizmatlaridagi profil boshqa raqamga ulangan bo'lsa, elektron raqamli imzo boshqa qurilmada qolgan bo'lsa, siz o'z hisobingizga kira olmay qolishingiz mumkin. Bundan tashqari, eski sim karta boshqa odam qo'liga tushsa, xavfsizlik muammosi ham tug'iladi. 6. Nozik jihat. Nomimda hech narsa yo'q deb o'ylagan odamning nomida eski narsa chiqib qolishi. Ba'zan odam talabalik paytida karta ochgan, keyin unutgan, yoki do'sti bilan kichik firma ochgan, keyin faoliyat yuritmagan, yoki mashinani ishonchnoma bilan sotgan, lekin rasmiy egasi o'zi bo'lib qolgan, yoki uyda ulushi bor, lekin bilmaydi. Bularning hammasi keyingi tekshiruvlarda chiqadi. Ayniqsa avtomobil masalasida ehtiyot bo'ling. Ishonchnoma bilan sotdim degan holatlar ko'p. Agar mashina hali ham sizning nomingizda bo'lsa, jarimalar, soliqlar, javobgarlik masalalari sizga kelishi mumkin. Xaridor qoidabuzarlik qilsa, kamera egani ko'radi. Keyin siz mashina menda emas deb isbotlashga majbur bo'lasiz. Eng to'g'ri yo'l sotuvni rasmiylashtirish. 7. Nozik jihat, qarindoshlar nomiga rasmiylashtirilgan mulk va daromadlar. Ba'zan odam mening nomimda hech narsa yo'q, hammasi akamning nomida deydi. Lekin ba'zi ijtimoiy yordam va subsidiyalarda oila a'zolari, birga yashovchilar umumiy xo'jalik yuritish holati ham o'rganilishi mumkin. Shuning uchun har bir vaziyatda qoidani alohida o'qish kerak. Faqat tanishlarning gapiga ishonib ariza topshirish noto'g'ri. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq ro'yxat beraman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlarni tekshiring. ID karta yoki pasportdagi familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHSH raqami to'g'riligini ko'ring. Agar nikoh, ajrim, familiya almashish bo'lgan bo'lsa, barcha hujjatlarda bir xil aks etganini tekshiring. Bank, soliq, davlat xizmatlari va mobil operatorlarda ma'lumotlar yangilangan bo'lishi kerak. Ikkinchi qadam, MyDocup.uz orqali shaxsiy kabinetingizga kirib ko'ring. U yerda mavjud xizmatlar orqali qarzlar, arizalar, ma'lumotnomalar. Ro'yxatdagi ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. Agar kira olmasangiz, demak, avvalo kirish vositalarini tiklash kerak. Telefon raqam, elektron raqamli imzo, OnID yoki boshqa tasdiqlash usullarini tartibga keltiring. 3-qadam, soliq ma'lumotlarini tekshiring. Soliq.uz yoki soliq mobil ilovasi orqali jismoniy shaxs sifatida qarzingiz bormi? Mol-mulk va yer solig'i bo'yicha hisoblar to'g'rimi? ITT yoki boshqa faoliyat ochiq qolmaganmi? Shuni ko'ring. Agar qarz chiqsa, darhol to'lashdan oldin uning nimadan paydo bo'lganini aniqlang. Ba'zan qarz haqiqiy bo'ladi, ba'zan esa obyekt noto'g'ri biriktirilgan, eski mulk sizda qolgan yoki hisob-kitobda xato bo'lishi mumkin. 4-qadam, MIBI va jarimalarni tekshiring. Yo'l harakati jarimalari, ijro hujjatlari, aliment, sud qarorlari bo'yicha majburiyatlar bor-yo'qligini aniqlang. Agar ijro ishi bo'lsa, faqat summani ko'rib qo'ymang. Ish raqami, ijrochi, qaror sanasi, undiriladigan summa, ijro yig'imi, taqiq bor-yo'qligini bilib oling. To'lovdan keyin ish yopilganini ham nazorat qiling. 5-qadam, kadastrni tekshiring. Uyingiz, yer uchastkangiz, noturar joyingiz, garajingiz bo'lsa, kadastr hujjatlaridagi egasi, maydoni, manzili, obyekt turi, ulushlar to'g'riligini ko'ring. Agar uy merosdan qolgan bo'lsa, meros hujjatlari rasmiylashtirilganmi? Barcha merosxo'rlar masalasi hal qilinganmi? Shuni aniqlang. Agar qo'shimcha qurilishlar bo'lsa, ularning kadastrda aks etganini tekshiring. 6-qadam, kommunal hisoblarni tartibga keltiring. Elektr, gaz, suv chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha shartnoma kimning nomida? Hisob raqami to'g'rimi? Qarz yoki ortiqcha to'lov bormi? Hisoblagich ko'rsatkichlari mosmi? Tekshirib chiqing. Agar uy sotib olgan bo'lsangiz, shartnomalarni o'z nomingizga o'tkazing. Bu ishni kechiktirmang. Chunki keyin eski egani topish qiyin bo'lishi mumkin. 7-qadam, bank va kredit tarixini tekshiring. Sizda yopilmagan kredit, kechikkan to'lov, kafillik, eski karta qarzi yoki overdraft qolmaganmi? Aniqlang.
Ba'zida odam kreditni to'ladim deb o'ylaydi. Lekin 20 ming so'm, 60 ming so'm qoladi, ustiga penga yuradi. Yoki kimlargadir kafil bo'lgan, u odam to'lamagan, natijada kredit tarixiga ta'sir qilgan. Kredit olishdan oldin buni bilish juda muhim. 8-qadam barcha muhim hujjatlarni alohida papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, kadastr hujjatlari. Avtomobil tex pasporti, soliq to'lovlari cheklari, kommunal shartnomalar, bank kredit yopilganligi haqidagi ma'lumotnoma, sud yoki MIB hujjatlari, bularni qog'oz va elektron shaklda saqlang. Telefoningizda ham, bulutli xotirada ham nusxa bo'lsa yaxshi. 9-qadam, agar xato topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Mas'ul tashkilotga yozma ariza bering. Arizada kimligingiz, pasport ma'lumotlari, aloqa raqamingiz, muammo mazmuni, qaysi ma'lumot noto'g'ri ekani, nimani tuzatishni so'rayotganingiz aniq yozilsin. Ilova sifatida tasdiqlovchi hujjatlarni qo'shing. Ariza raqamini oling yoki elektron yuborgan bo'lsangiz, qabul qilinganligi haqidagi tasdiqni saqlang. Arizada taxminan shunday yozish mumkin: mening shaxsiy ma'lumotlarimda quyidagi nomuvofiqlik mavjud. Mazkur xatolikni tegishli hujjatlar asosida ko'rib chiqib, ma'lumotlar bazasiga tuzatish kiritishingizni so'rayman. Keyin hujjatlarni sanab o'tasiz. Muhim hissiyot bilan emas, aniq fakt bilan yozing. Meni qiynayapsizlar deb emas, falon ma'lumot falon hujjatga mos emas deb yozing. 10-qadam muddatlarni nazorat qiling. Ariza topshirdingizmi? Javobini kutib o'tirmang. Qachon qabul qilindi? Kim ko'rib chiqyapti? Javob muddati qachon tugaydi? Shuni yozib qo'ying. Agar javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki davlat xizmatlari orqali shikoyat yuboring. Har bir murojaatning raqami va sanasi sizda bo'lsin. Yana bir maslahat, katta bitimlardan oldin tekshiruvni oldindan qiling. Uy sotishdan bir kun oldin kadastrni tekshirish kech bo'lishi mumkin. Mashina sotish kuni jarimani bilish ham kech. Ipoteka olish uchun bankka borganingizda daromadlaringiz mos emasligi chiqsa, jarayon cho'ziladi. Shuning uchun reja qiling. Agar uy sotmoqchi bo'lsangiz, kamida 2-3 hafta oldin hujjatlarni tekshiring. Kredit olmoqchi bo'lsangiz, kamida 1 oy oldin soliq, bank va kredit tarixini tartibga keltiring. Bugungi asosiy fikr shuki, qoidalar o'zgaryapti. Tizimlar bir-biriga bog'lanmoqda va endi ko'p masalada sizning gaplaringiz emas, rasmiy bazadagi ma'lumotlar hal qiluvchi bo'ladi. Agar hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, bu sizga qulaylik beradi. Agar xato bo'lsa, u eng noqulay paytda chiqib, ishingizni to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bugunoq shaxsiy ma'lumotlaringizni, soliq qarzlaringizni, jarimalarni, MIB holatini, kadastrni, kommunal hisoblarni va bank ma'lumotlarini tekshiring. Xato topsangiz, darhol yozma murojaat qiling, hujjatlarni yig'ing, cheklarni saqlang va jarayonni oxirigacha kuzating. Sizda shunday holat bo'lganmi? Jarima, kadastr, soliq yoki hujjatga xato sabab ishingiz to'xtab qolganmi? Kommentariyada yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun tekshirib qo'yilgan bitta hujjat ertaga sizni katta muammodan saqlab qolishi mumkin.